2 milyon bordi уже. Bitta ur belingim, iltimos bitta ur. Kreditlarimni to'la oldim. Belingim urdi. 2 milyon bordi. Siz ham mana shunday o'yinlarni o'ynayapsizmi? Tayyor turing. Sizni ham achchiq qismat kutmoqda. Qimor o'yinlari endi qorong'u yerto'lalarda, yashirincha uylarda emas, balki har bir insonning cho'ntagida, telefonida yashayapti. Uni odam istagan vaqtida o'ynashi mumkin. Birgina qiziqish bilan boshlanadigan bu o'yin ko'pchilik uchun sekin-asta chidab bo'lmas botqoqqa aylanmoqda. Dastlab qiziqish, keyin umid, undan so'ng esa qarz, tushkunlik va ayrim hollarda fojia bilan yakunlanyapti. Onlayn qimor o'yinlari odamni o'z domiga sezdirmasdan tortadi. Avval kichik yutuqlar bilan ishonch uyg'otadi. Yana bir marta urinib ko'r degan vasvasani kuchaytiradi. Inson yutqazgan sari yo'qotgan pulini qaytarib olish ilinjida chuqurroq botib boradi. Afsuski bu yo'lda ko'pchilik na pulini, na tinchini, na obro'sini, ba'zan esa hayotini ham boy bermoqda. Bugun jamiyatimizda qimor sababli katta mablag'lardan ayrilgan, oilasi buzilgan, qarzga botgan odamlar ko'payib bormoqda. Eng achinarlisi, ayrimlar bu bosimga bardosh bera olmay, o'z joniga qasd qilishgacha borayotganidir. Ortda esa yetim qolgan farzandlar, iztirobga to'la ota-onalar va parchalangan oilalar qolmoqda. Onlayn qimor o'yinlarining eng xavfli tomoni u umid bilan o'ynaladi. Insonning zaif joylarini topadi. Tez boyib ketish istagi, muammolardan qochish, hayotni bir zumda o'zgartirish orzusi. Ammo bu yo'lning oxiri hech qachon yaxshilik bilan tugamaydi. Qimor bu o'yin emas, bu sekin o'ldiruvchi illatdir. Bu muammo faqat bir kishining emas, butun jamiyatning muammosiga aylanib bormoqda. Shu bois bunday platformalarga qarshi ota-onalar tomonidan ongli targ'ibot, kuchli nazorat zarur. Insonlar qimorning oqibatini yutqazgandan keyin emas, boshlamasdan oldin tushunib yetish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z joniga qasd qilgani yoki bo'lmasam milliardlab qarzga kirib ketgani haqidagi xabarlar nahotki ko'zingizni ochmasa. Kimdir palon million yutibdi, men ham bir zumda boyib ketaman degan fikrlar noto'g'riligini qachon anglab yetasiz? Bu yo'lning oxiri yo'q va qimor hech qachon yutqazganni kechirmaydi. Tarmoqlarda shu o'yin ortidan joniga qasd qilish holatlari ham uchrab turibdi. Ular ham boshqalardek bir marta urinib ko'raman degan. Dastlab yutgan, keyin yutqazgan. Yutqazgan sari esa umid qilib yana o'ynagan. Natija qarz, bosim, uyat va fojia. Bu yagona holat emas. Viloyatlarda yashayotgan oddiy odamlar, hatto talabalar orasida ham o'nlab million so'm yutqazib qo'yganlar bor. Kimdir kredit olib o'ynagan, kimdir yaqinlarining pulini yashirincha sarflagan. Ayniqsa bank xodimlari orasida bu o'yinga mukkasidan ketish holatlari ortgan. Ayrim oilalarda qimor sabab er-xotin orasida ishonch yo'qolgan, ajrimlar ko'paygan. Onlayn qimorning eng makkor tomoni u inson ruhiyati bilan o'ynaladi. Yutqazgan odamni aybdor qilib qo'yadi, lekin o'yinchi bo'lishni davom ettirishga majbur qiladi. Keyingi safar albatta yutasan degan yolg'on umid bilan uni yana tubiga tortadi. Bu o'yin emas, bu psixologik tuzoq. Ammo bu fojiaga faqat platformalar emas, ularni targ'ib qilayotgan blogerlar ham bevosita sababchi. Bugun minglab obunachisiga ega ayrim blogerlar qimor saytlarini ochiqchasiga reklama qilmoqda. O'zim yutdim, siz ham urinib ko'ring, havola orqali kirsangiz bonus bor. Bu gaplar ortida qancha insonning ko'z yoshi, qarzi va barbod bo'lgan hayoti turganini ular o'ylab ham ko'rishmaydi. Ularga muhimi pul. Blogerlar bu oddiy reklama qiluvchi odam emas. Unga ishonadigan, undan o'rnak oladigan auditoriya bor. Qimorni reklama qilish bu odamlarni bevosita girdobga itarish bilan barobar. Bu oddiy formula. Bugun kimdir reklama uchun pul oldi, ertaga esa o'sha reklama sabab kimdir hayotidan ayriladi. Girdob ichiga tushgan odamni qutqarish qiyin, ammo unga tushmaslik mumkin. Buning uchun haqiqatni ochiq aytish, illatni oqlamaslik va foyda ortidan inson hayotini sotmaslik kerak. Chunki qimor hech qachon boy qilmaydi. U faqat yutadi. Sizning vaqtingizni,
pulingizni va oxir-oqibat hayotingizni. Avvaliga kichik yutuqlar uchun katta qarmoq tashlanadi. Avvaliga kichkina yutuq olasiz, bu nimaga kerak? Miya buni men qila olaman deb qabul qiladi. Dopamin ajraladi. Inson xursand bo'ladi. Shu paytdan boshlab miyaga signal boradi. Bu joy foydali, qaytib kel. Bu xuddi baliqni kichik yem bilan ilintirishga o'xshaydi. Qimorda yutuq emas, eng muhim narsa kutish hissi. Natija chiqishidan oldingi soniyalar miya uchun eng kuchli zavqdir. Shuning uchun ham odam yutqazsa ham o'ynayveradi, chunki u pul emas, his izlaydi. Bu mexanizm giyohvandlik bilan bir xil ishlaydi. Farq shundaki, qimor jamiyatda ko'pincha o'yin deb oqlanadi. Eng xavfli nuqta yutqizgan pulni qaytarib olish illyuziyasi. Odam yutqizgach to'xtamaydi. Agar hozir chiqib ketsam yutqizgan bo'laman deb o'ylaydi. Aslida vaqtida to'xtatish bu yutuq. Bu psixologik tuzoq. Bu holatda miya to'xtashni emas, qutulishni xohlaydi, ammo qimordan hech qachon qutulmaysiz. Strategiya bor. Hisoblab o'ynayapman. Bugun omadim bor. Aslida esa natija allaqachon algoritm bilan belgilangan. O'yinchiga esa faqat tanlov illyuziyasi beriladi. Bu odamni yanada chuqurroq botiradi, chunki o'zini vaziyatni boshqaryapman deb o'ylaydi. Qimor saytlarida yutqazish dastlab fojiaga o'xshamaydi. Pul raqam bo'lib ko'rinadi. Tugma bosiladi, ketadi. Ammo bu raqam ortida bolalarning ta'limi, oila xarajatlari, kimningdir esa kelajagi bor. Platforma buni yashiradi. Chunki og'riqni his qilmagan odam yana o'ynashga harakat qiladi. Yutqizgan odam gapirmaydi, tili qisiq bo'lib qoladi, uyaladi, yashiradi. Bu esa uni yanada yolg'iz qiladi. Yolg'izlik qimor uchun eng yaxshi vaziyat. Hech kimga ayta olmagan muammo odamni ichidan yemira boshlaydi. Pulini qaytarib olaman va keyin to'xtayman degan umid bilan o'ynaydi. Bu esa borgan sari jarlikka sho'ng'ishdir. Shundan keyin odam umidsizlikka tusha boshlaydi hamda og'riqdan qochish uchun o'ynaydi. Mana shu yerda eng xavfli fikrlar paydo bo'ladi. Shu sababli ham qimor o'yinlari bevosita inson hayoti uchun xavflidir. Hurmatli ota-onalar, siz ham bugun farzandingizning telefoniga befarq bo'lmang. Undan nima maqsadda foydalanyapti, nima o'yinlarni o'ynayapti, bularni qattiq nazoratga oling.